Men bir falsafa bo'laman-da. To'g'ri javob hech qachon bermayman, chunki men uchun oddiy savollar har doim murakkab javob. Chunki oddiy yoki murakkab savollarga faqatgina bir oddiy javob bo'lishi mumkin. Yana qaytamiz yoshligimga. Nuqson, kamchilik degan narsa yo'q. Faqat plus bor, minus yo'q. Minusni ichimizdagi shayton faqat ko'rsatadi bizga. Qur'onda aytilgan, qara dunyoga nuqson, kamchilik topasanmi? Yo'q, ko'zing charchab qaytib keladi deydi. Lekin boshqalar topadi. Qanaqasiga topishi mumkin? Bu unga shuni jinni, shaytoni ko'rsatib qo'yadi. Noshukrchilik yoki boshqa narsa. Xato deganda xatosiz tajriba bo'ladimi? Yo'q. Tajriba bu nima degani? Xatolarning ustida qilingan harakat va ularni tuzatuvchi harakat. Xato yo'qki, tajriba yo'q. Tajribali inson nima? Qayerdan biladi u qildi, qilmadi? Chunki bu boshim yegan shu narsani. O'shaning uchun men buni xato deb bilmayman. Tajribalarim ko'p. Ko'pincha o'ylamasdan shu miyani o'chirib qo'yib ish qilaman. O'xshamay qoladi. Lekin o'xshamay qolib, lekin bu harakatni qildim. Baribir biror bitta iz qoldirib ketdi-ku bu narsa. Bitta startap qildik. 100 ming, 200 ming dollar yo'qib olmadik-ku biz pechkada bu pulni, to'g'rimi? Odamlarga to'ladik-ku. Internetga, unga, bunga, ya'ni servis, xizmatlar almashuvi bo'ldi, odamlar oylik oldi. Bu narsa o'xshamas ekan, bunaqa narsa qilmanglar degan xulosaga keldim-ku. Shuning uchun meni butun hayotim bu izlanishlar. Edison lampochkani qilganda 1000 xil simlarni qilib ko'rgan ekan. Buni ham qildi. 100-chi, 150-chi, 300-chi to'xtamasdan. Har bir bu sim o'xshamadi. Xatomi? Balkim, lekin shuni 300 ta, 500 ta xatosini deb biza hozir uyimizda yorug'lik bor. Fordni bir necha yil garajda shu mashinani dvigatelini qilishda xato. Bu uchun xato degan narsa yo'q. Bu negativ. Bu tajriba, eksperiment. Yoshlarda juda zo'r, go'zal vaqt. Ularda ikkita mas'uliyat yo'q. Bolasi yo'q. Ota-onasi o'z-o'ziga to'q va o'z-o'zini nima qila oladi, ovqatini. 14 dan 30-25 largacha kichkina bola bo'lsa ham baribir buvalari, enalari yordam beradi. Beshik to'y qiladi, ota-onasini uyda yashaydi, bu yerdan pul keladi. 35 dan keyin ablah bo'lmasa odam mas'uliyat paydo bo'ladi. Ota-ona qarib qoladi, ularga qarash kerak. Bolalar katta bo'lib qoladi. Ikki tomonlama energiya odamni ikki tomonga yoradi. Shu paytda normalniy odam mas'uliyatli bo'ladi. Shuning uchun yoshligidagi laziz, mas'uliyatsiz, orqa oldiga qaramasdan harakat qilgan. Chunki uyda xolodilnik bor, ota-onasi bor. O'zi ishga borib keladi. O'ziga to'q, o'ziga kerak emas. Dadamiz yo'qotib qo'ygandan keyin onam qattiq kasal bo'lgan va bolalar ham kattaroq bo'lib qolgan. Bu paytda o'zgarmasdan iloji yo'q. Chunki siz ikki tomonlama, yana o'zingiz uchun mas'uliyatsiz, yana ikki tomonlama mas'uliyatsiz. 3 ta vektor paydo bo'lyapti. Chunki faqat ota-ona va bola qilib o'z-o'zini yondirib yuborish mumkin odam. Samolyotda bitta anaqa bor, qoida. Har doim yozib qo'ygan. Problema bo'lsa, maskani birinchi o'ziga tortish kerak. Maskani bolasiga tortib, o'zini hushidan ketib qolish mumkin emas. Ikkalasi ham gumnon bo'ladi. Shuning uchun aytyapman 3 ta vektor. O'ziga qarash, o'zi o'sish, bolalarni o'stirish, ota-onaga qarash. Shu paytda avtomatim odam o'zgaradi. Dunyo qarashi, hammasi. Normalniy odam shunaqa bo'ladi. Paytimi laziz boshqacha bo'lishi mumkin emas edi.